Ushbu loyiha Asaka va Andijon BQM hamkorligida Jalaquduq tumani Qorayontoq MFYda 48 punklarda bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida amalga oshirilmoqda. Bu yerda kartoshka mahsuloti ekilgan, yer maydoni hajmi 10 gektar. Uzunligi 500 metr, eni 200 metrdan iborat. Bu yerdagi ekin zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirgi kunda unib chiqqan ekinlarni yetishtirish 91 kun davomida amalga oshiriladi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 66 dehqon xo'jaliklari biriktirilgan, har bir yer dehqoni uchun 15 sotikdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish maqsadida lider tadbirkor Bilimjon agro korxonasi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 18 tonna, jami 180 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur hosil yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlarini yanada oshirib boriladi.